tish olish emas, bu onkologiya. Hozir bergan narsalari mana bularni biz o'zimizga topshirsak bo'ladi. Mana bularni xohlasak bu yerda qildirsak bo'ladi, lekin bu yerga yozilish uchun bu birdaniga bo'lmaydi. 3 hafta ketadi deyapmiz. Chasnlarga ertaroq telefon qilib yozdirsak bo'laveradi o'sha narsani va O'zbekistondan boyagi telefon qilib olishimiz kerak. Mana bu analizlari, mana bu VHP operatsiyaga tayyor podgotovkasida ularni bizda topshirsak bo'ladi. Konsultatsiya terapevti, EKG, yuraklarni ko'rish, kardiogramma, ularni hammasini biz qilsak bo'ladi. Bu mana bu MRT с контрастом EKT органов все полностью bir kunda qilsak bo'ladi. Diagnostika это важно. Bu tish olish emas, bu onkologiya. Bu o'tib ketmagan bo'lsa, unaqada faqat sizda bitta yo'lingiz bo'ladi. Сразу уже operatsiya. Uni farqi yo'q. O'zbekistonda ham, я думаю, спокойно это решается. Agar ximiya bilan bu yerda o'zi расширение bo'lgan bo'lsa, lучше, конечно, O'zbekistonga ketgan yaxshi.